İslam dinini Xitaylaştırış toğrusidagi 10 taklif. Tövendikisi Xitay İslam dini cemiyetining İslam dinini Xitaylaştırış toğrusidagi 10 taklifi bo'lib, Xitay hökumatiga sunulgan. Bu razil planning haqiqiy qiyofatini xalqimizga bildirish uchun bu 10 taklifni o'z beti diqqatingizga sunduq. Birinchi, Arabcha Qur'on va hadisning asli tekstining davlat ichida tarqalishini tadrijiy cheklash, ya'ni manbani uzish kerak. Ikkinchi, Qur'on va hadisning navbatda mavjud bo'lgan Xitoycha tarjimalari va islomga aloqador boshqa nashriy buyumlarini tadrijiy cheklash kerak. Davlatlik islomiy diniy kitoblar komiteti ta'sis qilib, aloqador mutaxassislarni partiyaning nazariyaviy yetakchiligida Qur'on va hadisning Xitoycha nusxasini bir tutash tuzish va tarjim qilishga tashkillash kerak. Prinsip jihatdan aytganda, Xitoy jamiyatining taraqqiyotiga faqatla mos kelmaydigan bir qism oyatlarni suslashtirish, hatto o'chirib etish hamda sotsializmning yadrolik qimmat qarashlariga, bo'libmi barobarlik, qonun orqali idora qilish, vatanparvarlik va do'stonalik qatorliqlarga mos keladigan oyatlarni gavdalantirishga ahamiyat berish, ya'ni manbani Xitoyning davlat ahvoliga moslashqida qilib o'zgartish kerak. Uchinchi, davlat mutaxassislarini tashkillab, Qur'on tafsiri, hadis shar'iy, islom dini va Xitoyning an'anaviy kulturi hamda islom dini va Xitoycha sotsializm qatorliq kitoblarni tuzib chiqishi kerak. Oyatlarni Xitoycha sotsializmning konkret amaliyatiga birlashtirib, Xitoyning an'anaviy kulturi nuqtasidan sharhlash. Masalan, hozirgi jamiyatda hamma odam barobar degan uqumni gavdalantirish uchun Qur'on Karimdagi barobarlik ideyasini cho'nqurlab qezib, hamma odamning barobarligini qo'g'dashning, dinning va Allohning ko'rsatmasi ekanligini ko'rsatish orqali musulmonlarningmi o'zidan g'ayrilarning turmush odati va ideyasiga hurmat qilishni o'rganib olishi kerakligini ta'kidlash kerak. Oyatlarni qo'ng'ichilikning ko'ngillik, haqqoniyatlik, adab, axloq, aql, farosat, e'tiqod qatorliq axloq uqumlari bilan birlashtirib, qaytadan shar'iylab, qo'ng'ichilikning yadrolik uqumlari bilan Allohning dinining o'zaro moslashgan holda tang mavjud bo'lib tura oladiganligini ko'rsatib berish kerak. Budda dinidagi sabab natija ta'limotini islom dinidagi iymonning 6 turkining biri bo'lgan oxiratga iymon keltirish bilan birlashtirib, Allohning musulmonlarning texmi ko'p yaxshi ishlarni qilgandilar, ondan o'lgandan keyin jannatga kira oladiganligini belgilaganligini, holbuki yaxshilik qilishning aslidilla sotsialistik yadrolik qimmat qarshining konkret ifodasi ekanligini ko'rsatish kerak. Yuqorqilar islomiy aqidani xitoylashtirish choralaridir. Qur'on oyatlarini texmi ichkirlab, qayta sharhlash orqali islomiy aqidaning yadrolik ahkomlarini musulmonlarning turmushidan tadrijiy siqib chiqarish, uning turmushga oid konkret belgilamalarini suslashtirish va o'chirib tashlash kerak. Dinning ta'sirini musulmonlarning ijtimoiy aloqasidan, xizmat o'rnidan, hatto oila turmushidan tadrijiy siqib chiqarib, diniy e'tiqodni kishining o'zi bilan cheklanadigan ma'naviy intilishga aylantirish kerak. Bu yo'lini qo'llash bosqichidir. Nupuzliq sharhlash huquqini egallash, shundaqla diniy ideyalarning dunyoviy hayotga bo'lgan kontrolligini tub yildizidan uzib tashlash kerak. Yuqorqi 1, 2, 3 nuqtalarning hammasi islom dinining bekik holatini buzib tashlashni maqsad qiladi. 4. Davlatlik islom akademiyasi qurish kerak. Muhim o'lkalarda o'lkalik sho'ba ta'sis qilishga bo'ladi. Kelgusida vazifa o'taydigan o'lka va avtonom rayonlik islom jamiyatlarining mas'ullari, masjidlarning mas'ullari va imom oxullarning davlatlik islom akademiyasida to'liq kunlik o'qigan bo'lishi va mazkur akademiya tarafidan tarqitilgan unvon guvohnomasi elishi.
shundaqla birlikka kelgan mamlakatlik tanlash imtihoni orqali xizmat kinishkisi olgan bo'lishi kerakligini belgilash lozim. Ya'ni bu Budda dinidagi e'tiqodga kirish guvohnomasi tarqitish tuzumiga taqlid qilingan. Her qaysi mas'ul xodimlar va oxunimlar yana har yili Davlatlik Islom akademiyasi yoki o'lkalik sho'balarga yig'ilib kasbiy tarbiya, vatanparvarlik tarbiyasi, Xitoyning an'anaviy kultur tarbiyasi va partiyaning ideyaviy va nazariyaviy tarbiyasini qabul qilishi kerak. Her 3 yilda bir qatim baholash elib berib, baholashdan o'talmaganlar diniy vazifa o'tamasligi kerak. Davlatlik Islom akademiyasi islom dinining Xitoydagi eng oliy ideyaviy va nazariyaviy bazasiga aylanishi, shundaqla har qaysi o'lka rayon uchun partiya va davlatning manfaatiga uyg'un keladigan kasbiy tayanchlarni yetishtirib chiqishi, ideya va nazariyaviy bazani egallab, g'olliq diniy xodimlarni kontrol qilish kerak. 5. Sotsialistik yadroliq qimmat qarshi va partiya nazariyasining yetakchiligida islom ishlarini boshqarish nizomi va islomiy kitoblarni o'qitish programmasini tuzish kerak. Diniy xodimlarning boshqarish nizomiga asosan vaz, tabliq qilishi va diniy ishlarni boshqarishni talab qilish kerak. Dars o'tgan imom davlatning bir tutash tashkillashi ostida yozilgan va tarjima qilingan Xitoycha Qur'on tarjimasi, Qur'on tafsiri qatorliq qonunliq kitoblarni ishiltishi va islomiy kitoblarni o'qitish programmasiga qattiq amal qilib, hukumat bekitgan o'rinlarda tabliq qilishi kerak. O'z oldiga Qur'on o'gitish yoki tabliğda davlat tasdiqlamagan nashr buyumlarini ishlatish cheklanishi, buningga bo'ysunmag'uchilar qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar qatorida bir taraf qilinishi kerak. Belgilamaga xiloflik qilgan diniy xodimlar chaqirtilib tanbih qilinishi, jazolanishi, guvohnomalar bekor qilinishi, ya'ni din tarqitish, tabliq qilish halqalarini tizginlash kerak. 6. Yuqorqi 5 nuqta asosida diniy murosimlarni texmo oddiylashtirib, asldagi turmush odatini tadrijiy suslashtirib, diniy e'tiqodni soplashtirish, ya'ni an'anaviy moddiy turmushdagi diniy ta'sirni yo'qotish kerak. 7. E'tiqodchilarni tizimlab, ularga guvohnoma tarqitish sistemasini yo'lga qo'yish kerak. E'tiqodchilarning dinga kirish ahvolini mamlakat miqyosida to'rlashtirilgan holatda tizimlab, har qaysi masjidlar davlatning ijozati bilan odatdagi e'tiqodchi ommaga dinga kirganlik guvohnomasi tarqitib berishi kerak. Bu Budda dinidagi dinga kirish isbotiga o'xshab ketadi. Har qaysi islomiy yig'ilish va diniy faoliyatga qatnashuvchining cho'qim dinga kirganlik guvohnomasi bo'lishi, uningga bo'ysunmag'uchilar qonunsiz to'plashib jinoyat o'tkazguchilar qatorida jazolanishi kerak. Diniy yig'ilishlar aloqador tarmoqlarga oldin iltimos qilinishi, tasdiqlangandan keyin hukumat bekitgan o'rin va vaqtlarda o'tkazilishi kerak. Bo'lmasa, qonunsiz yig'ilish jinoyati bilan jazolanishi kerak. 8. Chet eldagi islomiy kuchlar bilan bo'lgan aloqani tadrijiy azaytib, chet eldagi diniy mazhablarning ta'siriga uchramaslik uchun Xitoycha islom dinining islom dunyosidagi mustaqil o'rnini mustahkamlash, sirtqi qo'llashdan mahrum qilish kerak. 9. Partiya hukumat organlarida, oliy bilim yurtlari va tadqiqot apparatlarida, shundaqla armiyaning ichki qismida, bo'libmi Gansu, Ningxia, Shanxi qatorliq joylardagi partiya hukumat, oliy bilim yurtlari va armiya sistemalarida hukumat xodimlarining diniy ideyalarni tarqitishini qat'iy cheklash kerak. Agar belgilamaga xiloflik qilinsa, ham masala sodir qiluvchining, ham mas'ul rahbarning mas'uliyati surishtirilishi kerak. Amaldorlarni o'stirish va baholashda partiyaning diniy liniyasini qo'g'dash, muhim baholash ko'rsatkichi qilinishi kerak. Shanxi, Gansu, Sanxi qatorliq masala ig'ir rayonlarda bir bilet bilan rad qilish tuzumini yo'lga qo'yishga bo'ladi. Harbiylar, hukumat xodimlari va diniy xodimlar cho'qim
diniy e'tiqodni cheklashdagi tayanch kuchga aylanishi kerak. Bular o'zlari dinga ishonmayli qolmasdan, yana urug' tuqqan do'st yaranlarnimi dinga ishonmaslikka ko'ndirishi kerak. Allaqachon e'tiqodchiga aylangan harbiylar, hukumat xodimlari va diniy xodimlarga qarata cho'qim ularga bo'lgan ideyaviy tarbiyani kuchaytirish, ularni diniy e'tiqoddan voz kechtirish uchun faol ideyaviy xizmat ishlash, hech bo'lmaganda ularni diniy ideyalarni tarqatmaslikka ko'ndirish kerak. Kelgusida yangi qabul qilinadigan harbiylar, hukumat xodimlari va diniy xodimlarning orasidagi dinga e'tiqod qiladiganlarning nisbatini tadrijiy tövallatish kerak. 10. İslam diniga munosabatlik ijtimoiy, iqtisodiy, kultural, diniy va boshqa sohalarga chetishliq barliq faoliyatlarni hukumatning yetakchiligida bir tutash moliya mablag'i bilan ta'minlash, ommaviy tashkilotlar, korxona va shaxslarning islom diniga munosabatlik faoliyatlarni har xil shaklda mablag' bilan ta'minlashni cheklash. İslam jamiyati masjid qatorliq diniy apparatlarning, shundaqla diniy zotlarning ishlab chiqarish, tijorat va mablag' selish qatorliq sanoat va savdo faoliyatlari bilan shug'ullanishini cheklash kerak. Tashqi mablag'ning kelish manbasini uzib qolmay, yana o'z ichidan kuchayish iqtidorini faollashlantirib, ularni iqtisodiy jihatdan butunlay hukumatga tayondirish kerak. Agar yuqorqi 10 nuqta ishga oshirilsa, Xitoydagi islom dinining diniy aqidadan diniy faoliyatgacha, g'olluq diniy zotlardan oddiy e'tiqodchi ommagacha butunlay davlat hokimiyati ruxsat qilgan doirada kontrol qilg'ili bo'ladigan faoliyatlarni qilishiga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Islom dini xitoylashtirilgandan keyin buddizmga o'xshash chet eldan kirgan boshqa dinlarga o'xshashlar ayvashga kelib, eng oxirida Xitoy madaniyatining bir qismiga aylanib ketadi.